Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Şey yomon. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, o'zingiz qilasiz. Yaxshi, zo'r. Deydi, Amirni yalasam bo'ladimi deydi. Конечно bo'ladi, moyishik chiqing tepaga. Voy. O'zi kimga yalataman deb o'tiribdi? Nechinchi yilsiz? Mama? Ha. Nechta quduq yeganman, esimdan chiqdi, nechinchiligim ham esimdan chiqib ketdi. Bilmayman. Nima bo'pti? Endi qiziqdim-da. Ha, qiziqmang-da. Men hozir aytaman, yoshim 39 ga. Yarimmi? 39 yoshga o'xshaysiz-ku. Ha, endi sperma har kuni har xil sperma surtaveraman betimga, yosh ko'rinamanda. Chalab. Basharingizga ham qo'tog'ida rasmi chiqib ketibdi. Nima chiqib ketibdi? Qo'tog'ida rangi urib ketibdi basharingizga. Ha, bilaman. Qo'toqni rasmi. Qani? Qaydasiz hozir? Onangiz namida? Onangiz namida deb, onam namida? Sal normalni gaplashaylik. Aka iloji, o'laygar iloji yo'q. Amla normalni gapira olmaydi. Uzr aka. Og'zingizga qo'tag'im aka. Ona keting. Borsam Qaqqa borasiz aka? Mana degani kela olmagan og'zingizga qo'tag'im qaqqa borasiz aka? Bir g'alati gapirasiz. Kimsan jalab, elda meni topolmagan jalab, siz meni yonimga kelasiz endi. Topsam yomon sikaman lekin. Nima iskasiz? Onangizni men sikkanda iskasizmi? Alo. Rosa ustingga chiqib sikishadigan ekansan deydi. Voy Sherxon, unaqa demang-ye. Voy basharingiz qursa unaqa demang-ye. Uyaltirmang meni. Amla ham uyaladi. Voy amizga shak. Adresingizni bering, mana qo'tag'im deyapsiz. Og'zingizga rosa sikaman. Og'zingizga siktirganmiz? Sika olmadingiz-ku, og'zimni ochdim. Yo'q, siktirganmiz og'zingizga. Onangizni sikkan paytim, lekin og'zimga sikmagan, hech kimniki siktirmaganman, lekin onangizni ko'tini teshigiga qo'limdan urib tiqganman, lekin jalab bilan bo'q bor ekan, nahoy sasib ketdi bilan. Voy, qayerga ketdi u? Voy, qayerga ketdi? Ha, ketdi. Voy, rosa